professional quchoqlovchilar bor. Soatiga siz $80 dan $150 to'lashingiz kerak bo'ladi. Cadillist sayt orqali buyurtma qilinadi, maxsus treningdan o'tgan terapevtlar bo'ladi. Uy hayvonlar uchun psixologlar $250 dan $500 prosta maslahat uchun to'laysiz. It, mushuk, hatto ilonlar uchun ham hayvon terapevtlar chaqiriladi. Ya'ni egasi bilan hayvon o'rtasidagi muammo tushuntirishga harakat qiladi. Keyingisi esa uyingizda aroq bormi yo'qmi shuni tekshirib beradi. Narxi $1000 gacha. Paranormal investigator deydi. Ya'ni haqiqatan ham shu skanerlar orqali, termokameralar, elektrodetektor orqali sizga aroqni bor yo'qligini chiqarib beradi. To'rtinchisi esa menga juda ham yoqadi. Siz o'rningizga borib uzr so'rab beradilar. Kimdir urushib qo'ysangiz yoki ishdan haydamoqchi bo'lsangiz, hattoki sobiq sevgilingizdan ham tiz cho'kib bo'lsa uzr so'rab beradi. $100 dan $500 gacha to'lashga to'g'ri keladi. Eng og'irkisi siz o'rningizdan yig'lab beruvchi aktyorlar, ya'ni dafn marosimlarida siz marhumni tanisangiz ham, tanimasangiz ham, ya'ni mourner for hire soatiga $200 gacha to'lashadi. Sizga ham $1000 berishsa, birovning sevgilisidan tiz cho'kib uzr so'ragan bo'larmidingiz? Kommentariyada yozib qoldiring.